Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana 8-martga qanday sovg'a qilsam ekan deb yurganlar uchun sizlarga barcha turdagi gul narxlarini tanishtirib berish uchun Andijon Yangi bozor Mumtoz savdo markaziga kelganmiz. Bu yerda mana barcha turdagi tabiiy gullarni bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Hozir bir qator narxlarini tanishtirib o'tamiz. Uka, hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Mana bu yerda azizlar barcha turdagi gullar bor. Onaxonlarga, kelinoylarga, opa-singillarimizga ma'qul keluvchi chiroyli gullarimiz. Endi narxlarini tanishtirib o'tsak, uka, narxlari qanaqa bo'ladi? Xo'p, narxlari mana bunlari bor aka. 350 ming so'm. Onaxonlarga chiroyli narsa bu, to'ylarga, marosimlarga. Bu varianti ham bor, ikkinchi varianti. Bu ham 350 ming so'm. 350 ming so'm. Mana olasiz atirgulli variantlari bor. Xo'p. Bu buketlarimiz bor, mana. Bular 250 ming so'mdan. Atirgulli, astromedan aralash. Yaxshi. Keyin mana bomba buketlarimiz bor. Asorti bo'lganlar. Bular 300 ming so'mdan. Bular 300 ming so'mdan, ha? Mana juda ham chiroyli ekan. Navbatdagilari qanaqa? Xo'p, bular ham 300 ming so'mdan. Xrizantema, atirgul aralashgan. Xohlasangiz mana tepadagilari bor. Astromeda, uzoq turadigan gullarimiz. Bular 180 ming so'mdan. Barkli, Jivoy afarmilenada gullarimiz mana bular. Atirgulli, Matsiola, Gerberi aralashgan. Vash chiroyli ekan, ha? Necha chiroyli kompozitsiya bo'lgan. Bular 650 ming so'm, bunisi 450 ming so'm. Mana bomba buketlarimiz bor, atirgulli. Bular 300 ming so'mdan. 300 ming so'mdan. Bularchi? Bular aka 330 ming so'mdan kelishtirib qilib beramiz. Bunimizchi? Bunisi 300 ming so'm. Bu ham tabiiy, ha, tabiiy, chiroyli. Ko'rinishidan sun'iy o'xshab ketar ekan, lekin mana tabiiy gul ekan. Xo'p. Bunimizchi savatchadagi? Xo'p. Karsinkamiz. Bunisi 650 ming so'm. Yo'lida qilib chiroyli qilib beramiz. Asorti bo'lgan, gartenziya, gollandskiy gullari bilan gerberi gullardan aralashgan bo'lgan. Yaxshi. Bularchi? Karovishli narsalarimiz. Bulari 350 ming so'mdan rasvetkalari bor, har xil bo'lgan. Yaxshi. Xo'p, yana qanaqangi turdagi? Tashqaridagilar qanaqa? Tashqaridagilar bulari hop, har xil o'ziga qarab mana atirgullilari 330 ming so'mdan. Bulari 300 ming so'm. Har xil 280 ming so'mdan. 150 ming so'mga ham topilsa bo'ladi mana kichkinalari. 150 ming so'mdan 380 ming 400 minggacha bular. Ha. 150 mingdan boshlanaveradi. Xo'p, endi pasta ham bor edi. To'xtang, buni ham aytaylik. Bular qanaqadan? Bular donasi 15 ming so'mdan gvazdiya gullar. Bularchi? Astromeda. Bular shoxi 17 ming so'm. Donasi 17 ming so'm. Mana azizlar, bu yerda tabiiy gulni bazasi desak ham bo'ladi. Viloyatlarga optim narxlarda chiqarib berishar ekan. Kimga qaysi turdagi, qanaqa gullar kerak bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa behijolat dastavka qilib berishadi. Mana bu yoqda akalarimiz ham yasashyapti, bu yoqda ham mana gullarni tayyorlashyapti. 8-martga katta tayyorgarlik ketyapti. Hormanglar aka. Endi yog'iga ham o'tmadi, yog'ida ham akalar tayyorlashyapti. Bu tarafda. Xohlovchilarga mana bu turdagi har xil bishchalar ham bor ekan. Sizga qaysinisi ma'qul kelsa aytaverasizlar. Bundan ham tayyor qilib berishadi. Kelaverasizlar. Shuncha gul mana sizlarni kutmoqda. E'tibor uchun kattakon rahmat. Bu ma'lumotni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib ketishni unutmanglar va albatta kelinoyimizni 8-martga xuddi shunday chiroyli gul olib xursand qilishni ham unutmanglar. Salomat bo'linglar.